Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamiz huzuringlarda. Bugun biz sharaf bilan Sharqi Turkiston mustaqillik Sharqi Turkiston surgun dokumenti Prime Minister, Bosh Minister Salih Xudoxo'r efendimni programmamizga taklif qilish sharafiga erishdik. Programmamizga xush keldingiz. Hoş bulduk Ahmet. Endi bu Salih efendimninki bu Sharqi Turkistonning mustaqillik ko'rishiga atlanğanğa 10 yıllarca oldu. Endi Uyg'urlarning xalqimizningki Salih efendimdan so'raydigan mundaq bir savoli borki, siz bu da'voga qanday kirishgan dedi. Nihayet yaxshi savol bo'ldi. Buni men burun deb bergandim. Yana tekrar deb beray. Men Amerikaga 2000-yili 6-oyda Amerikaga kelgandim. Shu keliblan atsi bo'lmaydi ekan deb men kichik vaqtimda 7 yosh vaqtimda keldim. Chamdimni rastlab men ketimi deb qaqshab turganimda shu dadam o'tag'izib men seni yani yalnız men emas şu qarindoshlarımni o'tag'izib men seni bu yerga sizlarni bu yerga shu men qilolmaganimni yani biz Sharq Turkistonning mustaqilligini aslo keltiramiz deb Sharq Turkistonni ozod qilamiz deb ish qilib axtaranmayimdi. Biz sizlarni o'qib kelgusida masalan shaxsan meni shu general bo'lish arzusi bor dadamniki. General bo'lib shu yaxshi o'qib biz yo'qlik fursatidan foydalanib shu Sharq Turkistonningki mustaqilligi uchun Xitoyga qarshi kurash qilishinglarga shu tarbiyalanib qilishinglarga uchun keldim. Sen bu yerga o'zing uchun kelmading, biz uchun kelmading, millating uchun kelding. Sabr qil, albatta biz bir kun ketamiz deb shunday qilgandim. Garchi doim ketma deb shunday qaqshab turaverdim. Yana shu doim o'xshash narsani dadam takrorlaydi. O'qish jarayonimda men shu yosh vaqtimda shu dadamning tarbiyalashi bilan biroz askar general officer bo'lish orzusim bor edi. Tulg'otir maktabni bitkazgandan keyin men shu armiyaga qatnashib, undan keyin officerlik maktabiga darsni olyotdim. 2 yillik shunda davomlashdi. Keyin men börek masalasini o'tirib chiqib, armiyadan chekinishimga majbur bo'ldim. Shuning bilan universitetda men shu xalqaro bilan siyosat darsini o'qidim va 2016-yili o'qishimni bitkazish jarayonida eng oxirgi mavsumida o vaqtda Amerikaniki saylam davri bilasiz. O vaqtda Trumplar, boshqalar Xitoyga qattiq qarshi turamiz, qattiq tadbir olishimiz kerak deb so'zlashib boshladi. Shuning bilan men professorim dedim o'qish bitirish jarayonida, masalan, bachelor o'qish bitirish jarayonida capstone, senior capstone deydigan bir narsa bor. O'qish bitirish programmaning nimasida. Onunla bizningki şu bölümningini istedi. Ya 7 quruluq maqola yazsanglar bo'ldi. Ya'ni men APED, Opinion Piece, xalqaro munosabatlik siyosat aloqador bir temada yoki nima research bir tadqiqot dokladi yazsanglar bo'ldi. Ya bo'lmasa bir policy proposal, siyosiy teklif yani layihasini yazsanglar bo'ladi dedi. Hozircha 30 yilning yozib hech bir o'quvchim buni tanlab baqqani yo'q. Men eng oxirgi siyosiy teklifni. Ammo kim tanlasam men shunga yordam qilaman deganda. Shuning bilan men dedim men qilay dedim. Agar men shu Amerikaningki siyosatida umumiy siyosatida Sharq Turkistonni ichiga akirishni va buningki Amerikaga qanday foydali, nima uchun zarurligini aloqador yazsam, buni darslik tillam emas, agar buni yazsam siz menga shu hukumatdagilarga UABlarga ivatishga yordam beramsiz desam, professor ma'qul dedi. Shuning bilan men shu senior capstone'imni shu O'rta Osiyodan Uyg'urlargacha Amerikaningki cho'ng ko'lam siyosatini texmo o'zgartib refine texmo nima yangalash degandek bir
nimede timede 30 neçe betlik siyasi siyasi kanun layihasi tek bir narsa bor. Şuningda şu Sharq Turkistonni tushundirdim. Nima uchun bizniki xalqimizniki davlatimiz qanday besilib olganligi, nima uchun Amerika buni qo'llashi kerak, shu mustaqil Sharq Turkistonniki Amerikaga va G'arb dunyoga qanday foyda keladi, Amerika qanday ish qilib berish kerak. Shuningda men degandim, Amerika bizni boshqa millatlarni qo'llaganidek, masalan, kurdlarni, boshqalarni qo'llagandek bizga o'xshash qo'llash kerak, tibetliklarni qo'llagandek bizni qo'llash kerak. Şu kuchliroq bir surgunli hukumatni shakllantirib chiqish kerak. Tibetliklarga qonun chiqargandek bizga qonun chiqarib berish kerak. Ve Sharq Turkiston davosini, mustaqillik hareketini qo'llash kerak deb shu temani yozgandim. O'qishimni bitkizib, ondan keyin bu teklifni Aryaga yo'tdik. Shu professorning yordami bilan dunyo Amerika hukumatining uyabiyalarga, ondan keyin parlament a'zolari bilan kurashishga boshladim. 2017'ning boshlarida parlament a'zolari bilan shu Oklahoma'dagi vaqtimda turib tordan aloqalashgan vaqtda ular dedi, sen qaysi tashkilotdan deb savolni kelishga boshladi. Shuning bilan men mavjud bir tashkilotga munosabatlik emas. Shuning bilan professorim dedim, men bo'lmasa nima deb yozgandim. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Sharq Turkiston surgun hukumati bor. Birisi mustaqillik demaydi, yana birisi shu mustaqillik deblam kelyapti. Agar Amerika hukumati ishkilisini birlashtirib bir yoqqa kelsa, kuchliroq bir surgun hukumat shakllantiradi deb shunda qilgandim. Şuna bilan o teklifimniki evatgandan keyin sen qaysi tashkilotdan degandan keyin men ya surgun hukumatning xodimi emas, ya do'qning xodimi emas. Anandagi ishkilisning o'rtasida ziddiyat borligini bilaman. Şuna bilan professorim dedim, qanday qilay desam, sizlar yosh bo'lgandan keyin sen boshqa yosh bolalar bilan yana bir tashkilot qursangiz dedi. Şuna bilan men shu vaqtda lam tashkilotning ismi Sharq Turkiston mustaqillik hareketi deb quray desam, atalmış islom gücünün tizimlikda bo'lganligi uchun o'xshash nimada akronimisi, qisqartmasi o'xshash nim chiqib qolganligi uchun professorim dedi, bir mustaqillik hareketi boshlashdan burun oldi bilan u millatda bir milliy uyg'onish bo'lishi kerak. Deganda shuning bilan Sharq Turkiston milliy uyg'onish hareketi deb shu 5-6 ayda 2017'de demek bu isimden kelib chiqishi shu jarayonda. Shunday qilib keyin bu Oklahoma turib bular bilan yaqin munosabat qilib olmaydi. Keyin Uyg'urlarning ko'pincha Washington DC atrofida bo'lgandan keyin 2017'ning oyida mushar ko'chib keldi, 8-oyning oxirlarida. Shu jarayonda yosh bolalar bilan mushar barliq yosh bolalar bilan aloqalashib boshladim. Abi mustaqilligimiz uchun kurash qilaylik, mavjud tashkilotlar bilan aloqalashib vaqtim. Ular yaqin kelganmidi. Hatto biz 10-oyning biridagi Xitoy elchixonasining namoyishida Xitoy shvarti olayapti. Shuning bilan men dedim, bu to'g'ri emas. Bu yerda biz nima uchun Xitoy shvarti olaymiz? Desam, ular dedi, Xitoycha gap qilmasak, oyadagilar bizni texnik obdarroq tushunadi, Xitoycha nima qilsak dedi. Men dedim, bu Amerikaga Xitoy o'zining manfaatini temsil qilish uchun Amerikaga Xitoy inglizcha bilmaydigan Xitoyni o'tag'izib qo'ymaydi. Biz buni biz o'zimizning dardimizni o'zimizga emas, xalqaroga anglatish kerak. Shuning uchun inglizcha nutq so'zlash kerak dedim, yana davomlashdi. Andan keyin men mustaqillik, Sharq Turkistonga mustaqillik deb shuvor aytishganda aytganimda rahatsız bo'lib, bir nechta ma'balni nima qilinglar deb urushga sepmoq qo'ymoqchi bo'ldi. Agarchi men uni alchinim qilib ketmay, yana davomlashdik. Keyin shu 2018-yili shu yosh bolalarniki bir nechta bilan nima qilib birlashib shu parlamentda haqida men kurashyaptim. Bu parlament ba'zilarim dedi, mesela o'zimniki Oklahoma'niki senatori bilan kurashgandim. O dedi, bu qonun loyihasi, hatta ayrim bir qonun loyihasi tuzgandim. Sharq Turkiston Uyg'ur qonun loyihasida.
Şunu ben kollasam mı başka adamla nima qilish kerak? Aldı bilan buni tunishtirishing kerak. Sen bir Yahudi manda qilganda sizlar bir namoyish qilsanglar, nima qilsanglar boshqalarning diqqatini tortqan bo'laydi. Şuna bilan shu namoyish urunlashtirdik. Biz shu namoyish jarayonida dedik, birinchi nishonimiz bizniki Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Biz hech kimni bu yerda dushman demaymiz, hech kimni aqchi ko'kchi demaymiz. Biz hech kimning bilan ziddiyat yo'q. Boshqalarning bizning chiqishidan asrab ketish nimasi yo'q. Biz faqat Sharq Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilamiz. Birlam Xitoy dushmanimiz bor deb bilamiz. Va birinchi nimamiz biz shu qonun loyihasi chiqarmasak bo'lmaydi. Qonun chiqarmasak bo'lmaydi Amerika parlamentida. Uyg'ur qonun, Sharq Turkiston Uyg'ur qonun chiqaramiz deb harakatni boshladik. Xitoyninki bu qilayotgan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildirmiz dedik. Xitoy amaldorlaridan Magnitsky qonun orqali jazolatimiz deb dedik. Nima Sharq Turkistonni besib olgan davlat deb e'tirof qildirmiz deb shunda o'tirg'iga chiqdik. Men shaxsan o'tirg'iga chiqish niyatim yo'qdi. Men oxirida chiqigim bordi, ammo o'tirg'iga chiqadigan odamning tuzukligi bo'lmadi. Yo'q ekan. Chiqib unimidi? Yo'q emas, bor. Chiqilib unimidi? Nurg'unlar qo'rqib chiqib unimidi? Shuning bilan majburiy shu bu men o'tirg'iga chiqishim to'g'ri kelib qoldi. To'g'ri. Endi bu sizning bu da'vo kirishda sizga eng cho'ng ta'sir qilgan omil sizning dadingiz ekan. Kichik vaqtingizdan boshlab mush ideyani sizga singdirib, uni oldida harbiylikka tayyorlik qilib, xalqaro siyosat o'qib, dal mush da'voga shu dal tushadigan bo'lib yetib chiqibsiz. Undan keyin nurg'un ish qilibsiz. Shu qilgan ishlarni so'zlab tushuntirish jarayonida nurg'un vaqt ketdi bizdan. Qilgan ish chiqib bo'lgan ekan. Emlat qilayotgan ishni ondan birini deb bo'lmadi, sog'liqda. Endi siz shu chaqdan boshlab bu ishni qilib, hozir keldingiz. Endi bu shu qilayotgan shu chaqdagi tanlashingizga sizning bir nimangiz bormi? Pushaymoningiz bormi? Yo'q, hiçbir pushaymonim yo'q. Chunki biz davlatimiz bo'lmasak, masalan men Amerika bizga quchoq ochganligidan hammadan xushal. Ammo men hech bir vaqt o'zimni rasmiy ma'ni yorlik deb his qilmadim. Hatto birinchi kelgan kunimdan vatan qaytaman deb nim qilgandim men. O'zimniki vatanimga qaytaman. Ammo o'zimniki vatanimda xushal quram yashash uchun davlatimiz bo'lishi kerak. Ya'ni Xitoy tajovuzchilarini Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqarishimiz kerak. Sharq Turkistonning mustaqilligini aslo keltirishimiz kerak. Ve onun için kerakli bedellerini to'lashimiz kerak. Biz hozir qilayotgan ishimiz bedel asosan qonsiz tinchlik holati qilyapmiz. Sharq Turkiston eng oddiy, eng ishni qilmasak, shu og'zimiz bilan, kuchimiz bilan shu qonuniy xalqaro qonun bo'yicha Sharq Turkiston davosini anlatamiz deb, Sharq Turkistonning besilib olganligini, bizningki xalqimizningki mustaqillik bo'lgan irodasini va agar bir fursat kelsa, shu fursatdan foydalanib davlatimizni asl keltirish niyatimiz borligini va u yo'lda kerak bo'lsa jonimizdan, milimizdan, barlig'imizdan voz kechadiganligimizni xalqaroga ko'rsatishimiz kerak. Va 4-5 yilning yozi, hamda 5-6 yilning yozi buni qilib kelyapmiz. Masalan, qilgan ishlarimizdan shu qonun chiqaramiz deb o'tirg'i chiqdik. Buningga to'sal qilganlim bo'ldi. Biz o'ylaganimizdekmi 100% deb biz degandekmi bo'lib ketmadi, afsus. Chunki ba'zilar to'sal qildi. 100 ming kishilik 109 ming kishilik imzoni Amerika parlamentida qildik. Xitoyning amaldorlarini Magnitsky qonun orqali jazolatdik. Sharq Turkistonninki Sharq Turkiston demaydiganlarniki, hatto Sharq Turkiston deyishdimi, qarash tuyg'anlarimi shu 6-oyning 4-2018da bizda namoyishni boshlagan vaqtimda ashula dedim men. Hozir bugun biz nim desak, biz ya'ni Sharq Turkistonliklar, biz nim desak xalqaro shuni deydi. Biz Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Yordam qil desak xalqaro Xitoy irqiy qirg'inchilik deydi. Biz davlatimizni Sharq Turkiston desak xalqaro asta-asta Sharq Turkiston deyish boshlaydi. Biz davlatimizni Xitoy ostidagi besilib olgan davlat desak, xalqaro ashunda nima qiladi? Biz mustaqillikimizni aslo keltiramiz desak, xalqaro bizga moslashadi. Chunki agar
demokratik devletler, bulutma garip devletler, onunkinimizde demokratiyani ve öz takdirini öz belgileşini daim sözleydi. Biz kişilik hukukunu hürmet kılımız, demokratiyani hürmet kılımız, bir milletninki özüne takdirini belgileş hakkını hürmet kılımız deydi. Elbette. Şu nimede, şu prensipte bizninki nim desek şunu hürmet kılış mecburiyeti bağlınınki. Çünkü bizning tanlashimiz nim bo'lsa, shu yerda dedim men, biz Sharq Turkiston desek, bulim asosida Sharq Turkiston deydi. Biz irqiy qirg'inchilik desek, buni e'tirof qil desek, bulim asosida qildi dedik. Va buningga nurg'un qarshilik bo'ldi. Sharq Turkiston demaymiz deganlar chiqdi. Sharq Turkiston desek bo'lmaydi, lager desek bo'lmaydi, irqiy qirg'inchilik desek bo'lmaydi dedi. Ash bo'lmaydi degan narsani hammasini bo'ldi qildik Allohning izni bilan. Biri izchilligimiz bilan, eng muhimi shu, izchillik. İkincisi xalqning aşağıdaki qirilayotgan xalqimizning qon bedeli bilan. Üçüncüsü bo'lsa bu yerdagi qarindoshlarimizningki aktivlikda hareket qilayotganligi bilan. Xuddi siz degandek, bizning bu yerda turishimiz bizning vatandagi qarindoshlarimizni qon bedeli ekan. Biz bunga cho'qim bir qaytirishimiz kerak, bedel berishimiz kerak. Hamda siz buni mustaqillik da'vosi deb Sharq Turkiston deb ulug' vatanimizning nomi bilan chiqdingiz. Hem buningga o'zingizning o'qigan xalqaro siyosatdagi asoslaringiz bilan, tushuntirishlaringiz bilan, nazariyangiz bilan o'tirib chiqqandan keyin buning bir asosi bor bo'ldi. Siz mundaq o'tirib chiqib qolgan yoki boshqa qilishni niyat qilib o'tirib chiqqan emas. O'zingizning degandek asli aql turib ish qilay degan. Bundan keyin ba'zi namoyishlar deysiz yoki bir so'zlashlarda men bir askar bo'lay degan deb boshdagi tushuntirishimiz shu bo'ldi. Lekin bizga tushgan vazifa mushta bo'lgan bo'lsa, biz bu yo'lni ma'may amal yo'q. Birisimiz mamlasak, yan birisimiz turmasak bo'lmaydi bu ishqa. Hamda siz boydan bir dedingiz, chiqishlarni qildingiz. Hamda hozirgacha shu bosh ministr bo'ldingiz. Bir qo'lga keltirgan natijalarni oddiy qilib, biz mundaq ishlarni qilib bo'ldik, qila oldik deb aytib beramiz. Albatta, masalan, eng oddiysi qonunni chiqarolmaysiz deb to'sqinchilik qilganlar bo'ldi. Gerçi biz chiqarganimiz arzu qilgandek kuchli qonun chiqmagan taqdirdimi chiqdi yana qonun. Uni xalqimizning harakati bilan, hatto agar xalqni chaqirmagan bo'lsa, bular boshda bir turkum kishilar bu qonunni o'z vaqtida besirib qo'yapti ekan. Men texi o'ylashimcha, men texi yangi yuzamdan kallam bilan hech birisi qilib boqmagan, hech birisining qilmagan ishini qilaman deb o'tirib chiqsam, reallik o kadar echinishlikki, ona tafsilotini deyishimning hojati yo'q. Zaten umumiy xalq biladi. Qonunni chiqardik. Sharq Turkistondagi bo'layotgan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildik. Uni qilishdan burun xalqaro jinoiy sudga Xitoyni irqiy qirg'inchilik deb arz qildik. Xitoyning amaldorlariga sizning da'vatgan irqiy qirg'inchilikni qo'ygan qiyma. Qampiyodimi burun shundaqmi? Albatta, masalan shu gap deyishdan burun biz bu yo'l kirib bo'lgan edi. Albatta, chunki biz shu chiqqan kunimizdan boshlab rasmiy muntazam shaklda chiqqan 6-yanvar 2018-yilda shu yerda dedik-ku, biz irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildiramiz, Sharq Turkiston bu qonunni chiqaramiz, Xitoy amaldorini jazolatamiz, Sharq Turkistonni besilib olgan davlat e'tirof qildirish uchun turishimiz. Shu qilmaganimiz shu hozircha Sharq Turkistonni besilib olgan davlat e'tirof qildiramiz degicha, uni yo'lini mengotimiz, buni nurg'un to'salg'inlar bo'layotdi. İchki va tashqi, ammo xalqninki izchillik bilan, xalqning qo'llashi bilan hammamiz o'zimizningki vazifamizni ado qilib, parlament a'zolarimizga har davlatning, har shtatninki ikkidan senator bo'ladi, bir va har rayonniki birdan millat vakili bo'ladi. Shularga telefon qilib, xat yozib, davlatimni besilib olgan bir davlat deb e'tirof qilishni talab qilamiz. Sharq Turkiston surgun hukumati manda ishni qilyapti, biz hammasiga yetkazib bo'ldik. Hammasi biladi. Parlament a'zolarining ko'pinchasiga biz bu takliflarni berib bo'ldik. Mushuni xalq sifatinglar bilan biz Sharq Turkiston surgun hukumatiniki ma'lumotga yo'lini talabini bizmi ovoz qo'shimiz, mushuninga ko'ngilimiz shunlarni va mushuninga qo'l qo'yishinglarni talab qilamiz deb xat yozib, telefon qilib so'rashib turish kerak. Anındaki en muhimi mesela bu bizdeki en
g'alabilik qilgan ishimiz bo'lsa, Xitoy yuqtiman degan Sharq Turkiston va Sharq Turkiston mustaqillik harakatini, mustaqillik mash'alini qaytadan yoqdi. Xitoy 2004-yildan tortib hozirgacha mustaqillik 2018-da hech kim mustaqillik tuzuk bir mustaqillik deydigan odam chiqmagandi. Xalqaro matbuot bo'lsin, nima bo'lsin, bu asosan unutilib qolgandi. Mayli davomliq deyiladigan kishilar. Biz uni qaytadan nim qildik, o'yg'ab qaytadan ko'tarib chiqdik va Allohning rahmati bilan va xalqimizningki asosda uyg'onishi bilan hozir asosan hammadan mustaqillik deydigan yerga keldi. Hatto mustaqillik demaymiz, nima Sharq Turkiston demaymiz, bayroq ko'tarmaymiz degan munofiqlikmi majbur bo'ldi bunga. Mishada bir to'xtalay. Sharq Turkiston degan bu gapga bu mushu Amerikaliklarning g'arbliklarniki inkas qanday bo'ldi? Bizga burun uqtirilgan mushu siyosiy da'volarda biz buni desak bo'lmaydi, oqmaydi, ishimiz suvga chelishidi deb mushta uqtirilib kelgan. Nurg'un odamning qallasida işte Sharq Turkiston desak bo'lsa taqchiqqa o'xshaydi. Eminet siz bu davoni qilish jarayonida bu nurg'un mushu g'arbninki, Amerikaninki siyosatlarga uchrashdingiz. Ularninki inkas qanday bo'ldi? Ular sen mustaqillik talab qilamsan, Sharq Turkiston demsan, demamsan, biz uning bilan ishimiz yo'q. Sening xalqing nimani arzu qilsa, biz shuni qo'llaymiz. Umumiy xalqing nima arzu qilsa, shuni qo'llaymiz. Hatto menga chet elliklar dedi, masalan, Uyg'uristonchilik masalasiga kirmanglar dedi. Bazı chet elliklar. Chunki bu sizniki ba'zi davlatinglar burun, beslavagan davlatinglar ikki jumhuriyatingning ismi Sharq Turkiston Jumhuriyati. Tarixlarımızda mesela Amerikalıklar üzüldü kösetdi xaritalarga 1899-yildagi xaritalarni echib ko'rsatdi bizga. Mana burunimiz Sharq Turkiston deydi. Ammo hozir unutilib qoldi. Buni qaytadan nima qilish kerak? Tushuntirishinglar kerak. Ko'pinchalarimiz Xitoyniki besimi tufaylidan, Xitoyning propagandasi tufaylidan bu shu atalmışlıqı Xitoyniki mustamlik atalg'isi shunda umumlashib qoldi. Amma sizlar harakat qilib buni nima qilsan Allohsanlar, ama Amerika xalqi buni nima qiladi? Tushunadi, ham hukumat buni tushunadi deb shunda tavsiyada bo'lindi va biz shu 2018-yildan hozirgacha izchil Sharq Turkiston deb keldik. Izchil shu davlatimizning mustamlik ostidagi ishg'oliyat ostidagi davlat deb keldik. Bu xalqimizning orzusini izchil mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q bizga deb keldik. Ve chet ellik matbuotlarmi burun Sharq Turkiston demaydigan yozishdan qo'rqaydigan matbuotlar atalmış qo'rqaydiganlar. Bu amaliyotda qo'rqash emas bu yerda. Amaliyotda bizningki burunqi ba'zi da'vogarlar yoki tashkilotlar buni demaydi-ki. Hatto chet ellikning oldig'ini chiqatim. Chet elliklar bilan bordik. Bizning yanimizda kelgan qarindoshlarimiz-mi bunga mushohidlik bo'la oladi, Alloh mushohidlik bo'la oladi. Bir muncha parlament a'zolari bilan bir muncha nima bilan kurashdik. Biz bir muncha Uyg'urlar bilan kurashdik. Hech birisi sizlarniki davlatingizning bunda Sharq Turkiston Xitoy tarafidan besilib olganda xalqimizning arzusi mustaqillik demaganti. Shuncha hayron qoldik dedi. Shuning bilan 2020-yildan esinglarda bo'lishi mumkin YouTube'da bor. Biz shu Amerika parlamentininki tashqi ishlar komitetidagi bir adam bilan bir parlament a'zosi Tedyoxo bilan kurashdik. Biz yarım saatlik nimamiz biz yarım saat suzilib ketdi. U dedi men nima qilib beray dedi. Men dedim bizniki shu Sharq Turkistonlik bulayotgan irqiy qirg'inchilikni shu parlament oldida irqiy qirg'inchilik Sharq Turkistonniki bir mustaqil davlat ekanligini, Sharq Turkiston Xitoy tarafidan besilib olganligini bir jakalab bersangiz shu parlament oldida bir nutqingizni so'zlab bersangiz deb talab qildik va u efendim ma'qul deb qildi. Buni nutqini shu nimadan ko'ra olasizlar. Shuning bilan asta-asta texmi nim qilishga boshladi. Chunki Amerika parlament a'zosidan birisini deganlarki bu matbuotda mana deyildi deb biz kunning kirishi ergirlashga boshladik va umumiy xalqimizmi buningga asosan umidlanib sal mustaqillik harakati takror jonlandi. Yaxshi. Demak bu Amerikadagi bu g'arb davlatlari bu mustaqillik degan narsaga hargiz qarshi emas ekanda, mushta bir hukmga. Bu endi
bu xalqimizningki umum irodasi bo'lganligi uchun biz buni ko'tarib chiqishimiz g'arbningki siyosatiga mos keladigan siyosatga aylanadi. Demak, ba'zanlarning bizga huquqiga mustaqillikni ko'tarib chiqsak, bizning ishimiz suvga chelishadi degan gap yolg'on gap ekan. Bu sapsat ekan. Buni biz bugun Solih Xudoyorning og'zidan oldik. Hamman ishiraman, biz ishirimiz Sharq Turkiston xalqining irodasi mustaqillik. O'zining davlat bo'lishini xohlamaydigan xalq bo'lmaydi deb o'ylayman men. Xalqning qo'llik qilib yashashini baxt bildigan xalqning bo'lishiga hech kim ishonmaydi. Endi siz boydan beri nurg'un o'zingizning qo'l keltirgan natijalaringizni dedingiz. Endi mushning ichida bir yetersizliklar bormi? Albatta, nurg'un yetersizliklar bor. Masalan, biz bir tarafdan, bu tarafdan Sharq Turkistonda chirvatsak, yana boshqa talablar bilan chirvatganlar bor. İşimizni bu Amerikalıklar bir sonli mandat deysizlar, yana bir sonli mandat deysizlar deydiken, onundaki çekimçilikler bo'ldi. Oy Sharq Turkiston, masalan, Amerikalıklar degan gaplar bu ba'zi Uyg'urlarningki, kurashgan Uyg'urlar. Ularningki degani, agar biz mustaqillik desak, Xitoy bizdan texnik qilib o'tadi, anda qilib o'tadi, manda qilib o'tadi, shuning uchun biz buni demaslik kerak, anda manda deb qilyapti. Amaliyotda bu nima qilyapti desangiz, Xitoyga vaqt qozondirib turyapti. Çünkü düşman, Xitoy bizning düşmanimiz. O düşmanninki niyati ta Sharq Turkistonga istilasini, ishg'oliyatini boshlashdan burun, hujum qilishdan burun beshiga qo'yib qo'ygan niyati ayg'ida men bu Sharq Turkiston va Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqini tamoman yo'qotman deb niyat bilan chiydi u dushman. 1949-yilda va undan burun istilahdimi o'xshash niyat bilan chiydi. O düşmanını tunayanmayotganlik mushuk vaziyatga akib qo'ydi bu millatni. Düşmanimizni agar tunagan bo'lsak o'z vaqtida, aldanmagan bo'lsak, biz o düşmanga qarshilik berib, mayli bir necha millionimizni qirib ketgan bo'lsak, bugunkidek qirg'inchilik bo'lmaydi. Ya'ni davlatimiz bo'ladi. Bugunkidek biz dunyoning hamma yerisiga qilib, sargardan surgun hayotini yashamaydik. Bugun mana yer shardan yo'qilib ketish, quruqilib ketish ehtimoli. Va bu ehtimolni yo'qotishninki, oldin olishninki birlam yo'li bor. O bo'lsa Sharq Turkiston Jumhuriyatini, Sharq Turkiston davlatining mustaqilligini aslo keltirish. Onundan boshqa hech bir nimasi yo'q. O demokrat Xitoyni kirib baqtoq, vijjondan yozib bu Sharq Turkiston xalqi Manjulni istilasini kirib baqdi, Manjulning xalqi World Xitoyninki qoldiq askeri nimalarninki hokimiyatini ko'rib baqdi, Shingsei hokimiyatini ko'rib baqdi, Gomingdan hokimiyatini ko'rib baqdi, hozirgi Xitoyninki kommunist hokimiyatini ko'rib o'tdi. Hatto mayada Amerika irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgandan keyin Xitoy atalmış Xitoy demokratlar, insonparvar Xitoyninki ne qadar rezillikni ko'rdi. Ve Jinping'de nima dedi? Uyg'urning hiçbir davlati yo'qdi. Bu irqiy qirg'inchilik yo'q. Amerika xato qildi. Bunda qilsa bular mustaqillik intilib chiqman deydi qalli bulayotdi. Bular terrorchi. Agar bunda mustaqillik deymi degan bo'lsa, buni tubdan yo'qotib yetish kerak. O vaqtda Amerikami boshqa hech kim to'xtamaydi deb ashunda tehdit qildi. Ya'ni shunda Xitoy nejis dushmanlar bilan yeyishib, kulishib, ishbirlik qilayotgan nurg'un munofiqlar bor. Şu munofiqlikninki tusalg'is tufaylidan qilayotgan ishlar tufaylidan bu ishimiz tizarga kirmayapti. Yana birisi eng muhimi xalqimizninki mas'uliyatsizlik tufaylidan bo'layotgan ish. Xalqimiz o'zining ishiga iyi chiqmaganlik uchun shunday bo'lib qoldi. Bir 4-5 yil qarmay biz surish qilmaydi desa, Uyg'ur debdi, o deblam xo'sh bo'lib ketamiz. Uningda Uyg'urni nima dedi? Qanday gap bilan so'zda, masalan, chet ellik nimasi, "Ona Uyg'ur debdi-ku" deb xushalab ketamiz. Uyg'urni terrorchi deb atamdi. Uyg'urni yaxshi deb atamdi, yomon deb atamdi. Uning qarmaylam nim xushal bo'lib ketgan ishlar bor millatniki. Indigenous nimasi necha yildan hozir diqqat umumiy millatning diqqatsizlik tufaylidan ashunda umumlashib qoldi. Xinjiangninki umumlashib qilishi, indigenous falan pulun dikishi, avtonomiyani umumlashib qilishi shu xalqimizning mas'uliyatsizlik tufaylidan. Bular bizga
burunqi da'vogarlar biz qo'llab keldik hammasini. Iqtisodiy jihatdan shaxsan mening oilam bularga nurg'un nimani berdi. Yordamni berdi. Biz har qanday yordam kerak bo'lsa biz ko'ksimiz, qo'limiz tayyor qilib qanday yordam kerak bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun deb biz izchillik bilan yordam qildik. Ammo bularga bizga xalqimiz, ya'ni Uyg'urlarga voy biz mustaqillik uchun kurash qilyapmiz deb chet elliklarga yo bizga mustaqillik kerak emas, mustaqil desak anda qilyapti, Sharq Turkiston desak manda qilyapti deb nurg'un suiqasdlar bor. Buning suiqasdlarning eng cho'ng mas'uliyati xalqimizniki mas'uliyatsizligi, hisob sormasligi. Men nima ish qilyapti? Men nima deyapti? Men bir gapini anglab boqay. Chet ellik tilni nimalarga qarab men nima deyapti? Agar tushunmasak tushunadigan birisidan so'rab beqish kerak. Men nima deyapti? Men mustaqil qanday gap qildi deb nima qilish kerak? To'g'ri. Hammamizni masalan agar mening xatoligim bo'lsa, sen xatolik qilding deb kekeylikimni siqish kerak bu millat. Da'vo ustida qilganlardan millatningki umumiy nishondan chetnab ketadigan va yoki Sharq Turkistonningki milliy mustaqillik harakatiga va milliy manfaatga qilch zayn yetkazadigan ishlar bo'lsa, uningga raddiya berish kerak, uningga to'xta deyish kerak va agar kerak u qilinmasa boshqasini qo'yish kerak, qila oladiganlar o'tirga chiqish kerak. Nurg'un ziyolilarimiz bor, nurg'un bilimdor o kadar insonlarimiz bor, ammo jim o'tirib bordi. Bo'lmasa mendek adamga bu da'vo qilib qilishning hech bir nimasi yo'q. Men azaldan askar, davomiylik askar. Men bu yerga bosh ministr bo'lib o'lish yoki bijnim bo'lib o'lish yoki bijnim nima ish arzuyim yo'q. Men shu Sharq Turkiston davlati tizim mustaqil bo'lsa, ya'ni shu Sharq Turkiston davlatida yomon cho'ng bir tamoyillar kelsa, bir officer bo'lsam, ash chigirda shu nima Joyugan bilan Sharq Turkiston bilan Xitoyning chegarasida post yetib o'tasam, umrimni shunday kechirsam, shunga xushallik bo'laman. Mening tek orzuyim shu. Rahmat. Sizningki vatandan iborat bir sevgi bilan bu da'voga atlanganingizni tushundik. Haqiqatan siz degandek Xitoylarning mayli qizili bo'lsin, mayli eqi bo'lsin, mayli ko'ki bo'lsin, ular aman bizga dushmanlik qilyapti degan bir narsani o'tirib qo'ydingiz. Endi bizning odamlarimizninki bu da'vodagi prinsipsizligi, mas'uliyatsizligini bir prinsipni o'tirib qo'ymay, o'zimizning vatanimizning nomiga chin isilmay, o'tirib chiqib so'zlagan odamga biz uchun gap qilayotgan bo'lish kerak. Uni Uyg'ur uchun qilyapti-ku deb, Uyg'ur uchun nimani qilyapti? To'g'ri qilyapti, xato qilyapti, bizni setyapti degan o'ylashmaydigan yerimizda o'tirib qo'ydingiz. Endi siz masalan Uyg'urchani shunday yaxshi so'zlab, hozir Uyg'urcha biz o'zimizning ona tili bilan bu programmaga chiqyapmiz. Mana nurg'un so'rinlarda Uyg'urcha tilingiz bilan o'tirib chiqdingiz. Ammo mana shu da'vo kelganda siz o'zingizningki ingliz tili bilan nurg'un ishlarni vujudga chiqardingiz. Sizningcha bu ingliz tili shu da'voga qanday bir rol ko'rsatdi? Hamda inglizcha xalqaro bo'yicha eng birinchi chet ellik til. Butun asosan malqa lingua franca deydi. Nega bo'lsangiz inglizcha diplomatiya jihatdan boshqa jihatdan shu ingliz birinchi nomerli tilda. Butun dunyoning hamma yerida bo'lsangiz, inglizcha bilsangiz, uning bilan aplab-saplab gapingizni aqtara olasiz. Bizningki bu mustaqillik da'vosiningki bo'libmi 2018 qadar ilgirmaganlikning sababi shu burunqi masalan menlar mustaqilcha emas. Meningki yolg'iz men mustaqilcha bo'lib qolgan ish yo'q. Nurg'un mustaqilchilarimiz bor, nurg'un cho'nglarimiz bor, shu mustaqillik uchun umrini sarf qilganlar. Ammo ular chet ellik tilni tuzuk bilmaganlik uchun biz da'voimizni o'zimiz g'illamalitib xalqaroga anlatamadik. Biz da'voimizni xalqarolashtirishimiz kerak. Xalqarolaştirish uchun shu chet ellik tilida anlatishimiz kerak. Xalqimizning irodasini chet elliklarga bildirishimiz kerak. Ondan keyin bu Sharq Turkiston da'vosi xalqarolashdi va chet ellik Xitoyni dushman ko'radigan davlatlar ondan keyin millat borken, manda mustaqillik talab qilayotgan, kurash qilayotganlar borken deb ular umidlanadi. Chunki ularningki, ular o'zining shaxsiy manfaatidan bo'lsa, Xitoyni bir yerine siqrassam deydi de. Evet.
Shuning uchun buni inglizcha yoki boshqa cho'ng chet ellik tilda davo qilishimiz kerak. O'zimiz g'illam anglatmasligimiz kerak. O'zimiz dardimizni bilamiz. O'zimiz qanday qirilayotganligimizni, davlatimizning besilib olganligini o'zimiz bilamiz. Xalqimizning hammamiz deymiz-ku, hammamiz mustaqillik orzu qilamiz. Ammo xalqaro buni bilmaydi. Bilinmayotdi. Shuning uchun xalqaroningki eng birinchi tili, ya'ni inglizchada va yoki boshqa xalqaro tilda ulug'lanishimiz kerak. Xalqaro davlatlarni bizga qoyil qilishimiz kerak. Chunki reallikni bu yerda aytish kerak. Biz o'zimiz g'illam qolsa bu ish oqmaydi. Yalnız o'zimizning Uyg'ur bilan bo'ladigan ish bo'lsa bu, o'zimiz hech kimdan yordam olmay biz mustaqil bo'lolmaymiz. Rost gap aytish kerak. Xalqaro vaziyat shunday. Hatta Amerikaning qurilishimi Fransiyadan yordam olganlik uchun Amerika deb quriladi o'z vaqtida. Nurg'un davlatlar shu boshqa chet ellik davlatlardan yordam olib qurildi. Hatta Xitoyninki bugungi Xitoy imperiyasimi shu Sovyetning yordami bilan qurilgan Xitoy imperiyasi, atalmış xalq jumhuriyati. Shuning uchun bizga mayil, bizde Xitoyni dushman deb tunaydigan davlatlar bilan munosabatni yaqinlashtirishimiz kerak. Shularning tili bilan da'voyimizni anglashimiz kerak. Shularning xalqini bizga istoshlik bilishini keltirishimiz kerak. Shularning hukumatlariga, shularning matbuotlariga, siyosatlarga, jamiyatlarga Sharq Turkiston davosini, Sharq Turkistonning nima ekanligini, Sharq Turkistonning tarixini, bizning milliy kimligimizni, xalqimizning arzusini tushuntirishimiz kerak. Shuning uchun inglizcha nima qilaman. Bo'lmasa biz Uyg'urlarga davasam yana o'xshash. 100 yilning yozi deb kelyapmiz. Bizning burunqilar deb kelyapti. Endi siz shu da'voga kirgandan beri davomli bir xil obraz bilan ya beshingizda do'pingiz bor yoki uyg'urcha kiyimingiz bor, ham burut saqalingizmi o'z joyida. Mushunda chiqib keldingiz bu da'voga. Endi vatanda hammamiz bilamiz, hech qaysi ruxsat qilinmaydi. Bizning ya do'ppa, ya burut saqal, yoki ko'ylak. Siz bunday bir obrazni yaratishning bu da'voga qanday foydasi bor deb qaraysiz? Chunki biz bir millat, bir mustamlik ostidagi bir millat. Biz bir tarafdan mustaqilligimizni asli keltirishimiz deb harakat qilyapmiz. Yana bir tarafdan o'zimizning urf-odatimizga, o'zimizning madaniyatimizga hech musoq bo'lmaydi. Shuning uchun do'ppa bu millatningki, ya'ni umumiy Uyg'ur millatiningki simboli. Shu do'ppani ko'rablar, "Ma Uyg'ur ekan" deyadi. Aslında hiç kim deganda mesela chet ellikning nazaridami do'ppini kiyishimning sababi, eng birinchi sababini desam, bu milliy jihatdan sirib. Do'ppimni ko'rib, ko'chada men kelsam, "Men nimaning do'ppisi?" deb so'raydi. So'rgandan keyin uningga men tushundira olaman. Abi 2 minut vaqtimni chiqarib, "Menda Uyg'urning do'ppisi bu. Sen nalik desa, Sharq Turkistonda. Sen men hech ko'rib boqmabdi, anglab boqmadim. Endi Google qil." deb atrapdimi nima qiladi. Ammo biz Sharq Turkiston xalqi vakolatan harakat qilayotgandan keyin biz o'zimizning urf-odat bo'yicha nima qilishimiz kerak. Masalan, arablarningki Falastinliklarningki Arafat. O boshqa nima siyosatlardagi g'arbchi kiyinib olsin bo'ladi. Sharpsini atmaylar. Ammo u shu sharps orqali Falastin davosini olib o'tadi yana. Ama biz mi do'ppi orqali Sharq Turkiston davosini olib o'tamiz. Bu to'g'ri javob bo'ldi. Endi boy o'zingiz so'zlab o'tdingiz, bu da'voga bir so'ygudan kirganingizni, qanday taraqqiy qilib hozir kelganingizni. Endi shundaqdan ba'zilarning savol borki, bu da'voga siz ma'lum maqsad bilanmi yoki aqida bilanmi degan. Oddiylik qilib javob bersangiz vaqtni buraya ko'ribdi. Meniki bayam degandek, meniki birlam maqsadim bor. Sharq Turkiston o'zimniki ana yurtim, o'zimning vatanim Sharq Turkistonga qaytish va u yerda qaytib tuqqanlarim bilan, millatim bilan xushal-xuram yashash. Mustaqil davlatimiz bo'lgandan bo'ladigan narsa bu. Mustaqil davlatimiz bo'lmasa bizniki xushal-xuram yashay olishimiz, hatto mavjudligimizmi umuman yo'qladi.
Meniki şu kichik vaqtimdan tortib askar bo'lish orzusim bor. Shu bo'lsam, ya'ni shu Sharq Turkistonga men yomon cho'ng bir bizning mansab berib kelsa, bir 105 qilib qo'ysa, shu chigir joyi bilan Sharq Turkiston bilan Xitoyning chigirasida shu chigir saqlaydigan basimizni o'tag'izib qo'ysa, umr bo'yi shu yerda chigir saqlab o'tasam, shuningdan o kadar baxtiyor xushallik bilan faxrlanaman. Rahmat. Bu bir vatan aqidasi. Vatan aqidasi insonni har ishga majburlaydi, har ishni natijaga erishtiradi. Biz buni ishonamiz. Buni biz Salih Xudoxoydan ko'rdik. Va bugun vaqt munosabati bilan bizning programmamiz mishat to'xtaydi. Kelar qatimliqni biz to'rda e'lon qilamiz. Kelar qatim ko'rishguncha xush vaqt bo'linglar. Xayr, rahmat.